Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan mana yangi proyektimiz ko'rib chiqamiz. Bu proyektimiz o'zbekcha uslubda. Bir yigitni iltimosiga binoan chizdik. Mana endi ko'rib chiqamiz, sizlar bilan obzor qilamiz. Bir etajli tashqaridan ko'rinishi tomlar yopilmagan holatda, bu fasadlari mana bunday chiqarilgan. Endi buni ko'rib chiqamiz sizlar bilan. Xullas, bu yer darvozaxona. Bu yerdan kirganimizda mana aytib o'tish kerak. Mana bu yer oralig'i o'lchami 3 metr eni. Tashqi ichkari tomondan ham fasadlar bunaqa chiqarilgan. Asosiy eshikdan kiramiz. Kirganimizda koridor. Koridor bo'lsa, buni o'lchami hozir mana shunaqa bo'ladi. Xullas, kirganimizda mana birinchi eshik. Bu yer ham xuddi shunaqa xona. Xonalarimizni neobычный tomoni mana bunaqa fasadi chiqarilgan. Ichki tomondan ham xuddi shunday. Qaytib chiqamiz. Chap tomondagi xona. Bu ham xona bilan bir xil o'lchami. To'g'rida mana kirganimizda bu yerda kichkina bir koridorcha bo'ladi. Bu yerda rakvina bo'lsa, ichkariga kiradigan bo'lsak, dush hojatxonasi bo'ladi. O'ng tomondagi ikkinchi xona ham o'lchami xuddi shunday. Bu xonalarda uzunligi biroz uzunroq. Qaytib chiqamiz. Chap tomondagi ikkinchi xona. Bu xona ham xuddi shunday. Bu xonaning uzunligi adashmasam 7 metr. 7 metrga 4,5. Bu xonani mana bu yeri biroz kichikroq. Bu yerda o'lchami eni 350. Qaytib chiqadigan bo'lsak, mana asosiy eshigiga chiqamiz. Bu yerda ham xuddi shunaqa. Kiramiz. Ikkita alohida xona. Uch yarimga 4 o'lchamdan. Keyin bu yerga yana bir xona tushishi kerak edi. Tashqaridagi dush hojatxona uchun umumiy. Tepadan ko'rinishi mana shunaqa bo'ladi. Agar video yoqqan bo'lsa, bitta like sizlardan, videomizni ko'tarilishi uchun kanalimizga obuna bo'linglar. Hammalarga rahmat tomosha uchun. Sog' omon bo'linglar.